Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. Biz mana hozir Qashqadaryoda joylashgan Miraki Gardens mehmonxonasidamiz. Xo'p, ushbu mehmonxonamiz tog'ning uchida joylashgan. Ajoyib, nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoda ham bunaqa darajadagi mehmonxona yo'q. Va bu birinchi loyiha hisoblanadi. Bunaqa yer ostidagi uylar loyihasi. Mana shu ko'rib turgan yer osti uylarimiz hobbitlar. Har bitta kirish joyida 3 tadan lyuks xona joylashgan va o'rtadagi mana bu lokatsiyamiz, bu ham yer ostida joylashgan lokatsiya, mehmonxona. Ichkarisida 6 ta xona mavjud. Eng o'sha qimmat xonalarimizdan biri Pentagon deb nomlanadi. Va bizda tashqi basseyn, umumiy 29 ta xonadan iborat. Bundan tashqari tashqi va ichki basseynlar, spalar, 3-etajimizda bar joylashgan. 1-etajda Aliakart restoran. Restoranimizda o'zbeksko-aziatskiy kuxnya bo'ladi. Yaqin kunlarda mahalliy turistlar hamda chet ellik turistlarga ham ochish taraddudidamiz va buni ustida ishlayapmiz. Xudo xohlasa yaqin kunlarda, mana shu haftani ichida to'liq ishga tushamiz va barchangizni taklif qilib qolamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumotni kelgusi videolarda berib borishga harakat qilaman. Rahmat.